Nima uchun blogingizni qishloqqa dasturchi deb ochgansiz? To'g'risini aytaversa bo'ladimi? O'zi oddiy nima deydi, to'g'ri meni otamni endi bu ozgina tarixga bog'liq savol. Ya'ni meni otam o'zi aslida fermer va qishloq xo'jaligini juda ham yaxshi ko'raman va qishloq xo'jaligidan yaxshi ko'rganimdan tashqari nima deydi, men o'sha qachonlardir, misol uchun 5-10 yillar oldin men ham qishloqda mol boqqanman, qo'y boqqanman. Xuddi o'sha jarayonlardan o'tib, Toshkentga kelib, o'qib, o'zimni firmamni ochib, shu darajaga chiqishimga o'zim harakat qilganman va xuddi o'sha narsani unutmaslik uchun bu birinchisi. Ikkinchisi, nima deydi, meni kuzatayotgan odamlarga hamma narsani imkoni borligini ko'rsatish. Endi buni motivatsiya deb ataydi, boshqa narsa deb ataydi, hamma har xil tushunadi-da. Lekin hamma narsani imkoni borligini. Misol uchun oddiy o'sha 5 yil oldin, 10 yil oldin qishloqda yurgan bola bugun kelib xalqaro IT kompaniyalarda ishlab, misol uchun to'g'ri men Google'da ishlamagan bo'lishim mumkin, misol uchun. Yoki qanaqadir Meta'da ishlamagan bo'lishim mumkin. Masalan, Facebook'da, Instagram'da ishlamagan bo'lishim mumkin. Lekin men o'zimni o'sha 5 yil, 10 yillik davrimdagi oldingi davrimga taqqoslaydiganda, misol uchun Koreyani top kompaniyalarida, Koreyani startaplarida ham ishlaganman, O'zbekistonning eng katta startaplarida, eng katta korxonalarda ham ishlaganman. Va xuddi o'sha narsani imkoni borligini va bu uchun faqat harakat qilish kerakligini tushuntirmoqchiman deb olsak ham bo'ladi.